Foyda qilamiz ularning qadrli obunachilarga, qassob akalar, oshxonalarga juda katta assortimentdagi arralar olib kelib qo'yganmiz. Oshxonaga qanaqa arra bo'ladi, qassobxonalarga qanaqa arra bo'ladi, xuddi shu savollarga hozir video davomida javob berib o'tiramiz. Video boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib tanishmoqchi. Maksimal shu arra va bo'lmasam orqada turgan мясоровkalarga oid bo'lgan do'stinglarga, birodarlarga jo'natib qo'ysalaring, xudo xolisa video sizga ham, bizga ham manfaatli bo'ladi. Qani bo'lmasa videoni boshladik. Video boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib esdan chiqmasin. Nima bo'lmasam biz videomizni eng jajji bo'lgan arralarimizni videomizni boshlaymiz. Bu arralarimiz turganlarning xuddi shu ko'rinishi bo'ladi. Katsiba bo'yicha, narx bo'yicha xudo xolisa butun O'zbekistonda konkurensiya qilib ko'ramiz. Eng arzon o'zimizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qani bo'lmasam biz boshladik. Xo'p, bu arramiz bo'yi примерно bir 60 sm bo'ladi. 120 li arra tushadi. O'zida bitta arra bor, ikki zapasu bitta arrasi bo'ladi. Xitoy zavodskoy arra 220 da ishlaydi. Soatga примерно bir 50 kilo, 60 kilo go'shtni xolasa mensimas arralar o'raveradi. Bu apparatimiz narxi kerakdigan bo'lsak, bu apparatimiz narxi atiga 350 dollar qilib qo'yganmiz. Qanaqa bir yaxshi tomonlari, funksiyalari bo'lsa, yangi sveji bo'lgan oshxonalarga, qassobxonalarga oladigan bo'lsangiz, arrani ishlatishni bilmaydigan bolalarni oladigan bo'lsak, xudo xolasa bexijolat mana. Bu nimasini buradigan joyini burab turib, o'zlarining qadr ostida bo'laveradi-da mana. Hozir ko'rasizlar. Mana. O'sha mashina bo'lganda, o'sha arra tobiga kelib bo'lgan bo'ladi. Arrani mana qattiq yumshoqligini mashinadan bilsanglar bo'laveradi. Yumshoq qattiqning shetidan bilib olsalaring bo'laveradi. Arrani qanaqa yomon tomoni bor desalaring, arrani bo'sh qo'rtalaring ham tez uziladi, qattiq qo'rtalaring tez uziladi. O'shuni hisobiga Xitoy xuddi shunaqa arra chiqargan, qatirsalar ovoz beradi. Bo'ldi, apparat tayyor degan bo'ladi. Bistro stoplari bo'ladi. Apparatimiz xudo xolasa 350 dollar qilib qo'yganmiz. Navbatdagi arramiz o'tadigan bo'lsak, navbatdagi arramiz xuddi shu bilan bo'yi teng, bir xilligi ko'rinishi farqi bor. Krashinli bo'ladi materiali. Bunda o'zlaring qatirib, o'zlaring nima qilasizlar, regrovkasini o'rganib olib, 2-3 marta yalandan regrovkasini o'rganib olasizlar, muammosi yo'q. Xo'p, bu apparatimiz ham 220 da ishlaydi. Bu 20 arra tushadi. Narxi keladigan bo'lsak, bunda atiga narxi 300 dollar qilib qo'yganmiz. Orqadagi arraga keladigan bo'lsak, orqadagi xuddi shuni nerjevikalisi bo'ladi. Shu bilan bir xil. Nerjevikalisi ham 120 arra tushadi, 220 da ishlaydi. Soatga xuddi shu arralarning hammasi 60 kilo, 70 kilo go'sht arralar beraveradi. Narxi keladigan bo'lsa, buni 290 dollar qilib qo'yganmiz. Bu arramiz o'sha birinchi ko'rsatgan arramdan hisoblanadi. Bu arramizga keladigan bo'lsak, bu arramiz ham material krashingi sal boshqacharoq bo'ladi. Xitoy zavodskoy arralar hammasiga 6 oydan garantiya qilib qo'ygan. Xudo xolasa butun O'zbekistonda yetkazib xizmatlarimiz bor. Pastdan nomerlar qo'yib qo'yganmiz, bu yo'l aloqaga chiqib zakaz qilishingiz mumkin. Bu arramiz ham o'sha 220 da ishlaydi. 120 li arra tushadi. Apparat ko'rinishi xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xudo xolasa bexijolat. Narxi keladigan bo'lsa, narxini 320 dollar qilib qo'yganmiz. Endi oshxona va qassobxonaga qanaqalardan qo'yishim kerak desalaring, oshxonaga mo bo'lishi kerak, qassobxonaga mo'lardan qo'ysalar, xudo xolasa siz o'ylagan katsibada go'shtlarni arralar beradi. Bu navbatdagi arralarimiz, kattaroq arralarimiz o'tadigan bo'lsak, navbatdagi arralarimiz ancha gabaritliroq, bahaybatroq arralar hisoblanadi. Bular 220 da ishlaydi, 165 lik arra tushadi. O'zida bitta bo'ladi, ikkinchi zapasga bitta arra qo'shib beramiz, xudo xolasa 6 oydan garantiyasi bo'ladi, 220 da ishlaydi. Apparat ko'rishini ko'rib turibsizlar. Xuddi shu ko'rinish bo'ladi. Materiallari krashinli bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa, narxini atiga 399 dollar qilib qo'yganmiz, xudo xolasa skidka narxda yurib qolinglar. Xo'p, navbatdagi arramizga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi arramiz xuddi shu bilan bo'yi teng, lekin materialda farqi bor bo'lganligi uchun arramiz hisoblanadi. Materialda farqi borligi uchun bu arramiz 220 da ishlaydi. Menga xuddi shu 165 arra tushadi. Narxi keladigan bo'lsak, narxini atiga 400 dollar qilib qo'yganmiz, xudo xolasa. Ikkalasi ham bir xil narxda. Xudo xolasa ulgurib qolinglar. Xo'p, endi yonida arramizga o'tadigan bo'lsak, yonida arramiz 100% nerjevika bilan qoplangan, eng zo'r, eng tavsiya qiladigan arramiz shular hisoblanadi. Men sizlarga mana shu arrani xudo xolasa ilindim, mana shu arrani bitta suyak arrani ko'ringlar. Xolasa, mana shu konsistensiyasi bombaga kelgan. Bu apparatim ham xuddi shu 220 ishlaydi. 165 lik arra tushadi. Zapasini bitta lentalari bilan qo'shib beramiz, xudo xolasa. Bu apparatimni 6 oy garantiya qilib, narxini atiga 390 dollar qilib qo'yamiz. Ulgurib qolinglar. Pastga nomerlar qo'yib qo'yganman, bemalol chiqib zakaz qilishingiz ham mumkin. Xo'p, endi navbatdagi arramiz o'tadigan bo'lsak, navbatdagi arralarimiz sekin-sekin kattalashib ketyapti, bahaybatriroq boshroqda. Bu arramiz o'sha примерно 100 kilo, 150 kilo go'sht arralaveradi, muammosi yo'q unda. Xo'p, bu arramiz kattaroq bistro stoplari bor. Start stop tugmalari ham bor. Va xolos bu arramizga 174 li arra tushadi.
220 ishlaydi. Narxi keladigan bo'lsak, bu aramiz narxini atiga $490 qilib qo'yamiz. Xudo xolasa skidka narxda yurib qolinglar. Xo'p, navbatdagi arramiz xuddi shu bilan bo'yi teng, lekin bunga brus aksiyali arra tushadi. Gabarit sal kattaroq hisoblanadi. 220 ta ishlaydi. Soatga 200 kilo, 220 kilo go'sht arralar boraveradi. Motor quvvatlari mashina mощность holatda. Bu arramiz narxi keladigan bo'lsak, atiga $550 qilib qo'ydik. Xudo xolasa hammasi katsiya bo'yicha, narxi bo'yicha yuvoja bilan solishtirib, xudo xolasa kelaverasizlar. Joyimiz, manzilimiz Polsha bozoridan kelaverish, Center Masitavon tayda O'zbek Xitoy savdoviy magazin. Xo'p, endi navbatdagi arramizga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi arramiz material nержавейка deb bo'ladi. Qatirish, bo'shatishlari shu yumaloq burash orqali arrani yechib qatirishinglar mumkin. Bu arramizga brus aksiyali arra tushadi, 220 ishlaydi. Narxi keladigan bo'lsak, buning narxini $600 qilib qo'yamiz, xudo xolasa skidka narxda. Xo'p, endi oxirgi eng katta gabaritli arramizga keladigan bo'lsak, suyak arramizga keladigan bo'lsak, bu arramiz o'sha mo ko'rsatgan arrami akasi hisoblanadi. Mana o'zdan ko'rib turishlar mumkin. Bir xil korpusi, bistarasob bor, stop start tugmalari bor. 210 arra tushadi, 220 ishlaydi. Atiga narx $699. Ulgurib qolinglar. Shu ko'rib turganlaringni katta assortimentdagi arralarimiz skidka narxda. Xudo xolasa butun O'zbekistonda yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Passiyon bilan qo'yib qo'yganmiz. Aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Endi мясорубkalarga o'tadigan bo'lsak, мясорубkalar tez tanishtirib o'tib ketaman. Bu мясорубkalarimiz Xitoyniki bor, Turkiyaniki bor. Men sizlarga hozir hammasini nolabzor qilgani vaqt cho'zilib ketib qoladi. O'shuning uchun men sizlarga eng zo'r mощностьlarni reklama qilib hozir aytib beraman. Xo'p, birinchi bo'lib biz Turkiya мясорубkalaridan boshlaymiz. Turkiya мясорубkalarining 22, 12, 32 lisi bor наличида. Bularımizga 220 ishlaydigani bor, 380 ishlaydigani bor. Passiy nomerlarga orqaga chiqsangiz, zakaz qilib chiroyli qilib beramiz. Narxlari keladigan bo'lsak, narxlari $490, $590 hamda $700 qilib qo'yamiz. Xudo xolasa мясорубkalarimiz ham o'sha kачествоsi eng mощность holatda Chag'dash firmasiniki, Turkiyaniki bo'ladi. мясорубkamizga bir oydan servisini garantiya qilib qo'yamiz. Xo'p, endi men sizlarga tavsiya qiladigan eng zo'r qassobxonaga hamda oshxonaga tavsiya qiladigan мясорубkalarim mana shu мясорубka bo'ladi. Bu qanaqa мясорубка desalaring, ko'rmaganlarga aytib o'tib ketaman. Qo'pol qilib aytganda, ko'p odam cho'chqa burun deydi buni, lekin bu eremadi. Buni ham 12 lik, 22 lik, 32 lik varianti bor. Lekin ulardan kattaroqlar kerak desalar, kattaroqlar 15 lik, 25 lik, 35 lik razmerlari ham bor. 6 xil bor bizda Xudo xolasa наличида, hozir 3 xil nom chiqib qo'yganmiz xolos. Bularimiz zapasnoy tishlar bilan, zapasnoy arralar bilan bo'ladi, hammasi shunaqa naxatkalari bo'ladi. Qo'shimcha hammasi 220 da ishlaydi. Soatga eng kichkinasi 80 kilodan 100 kilogacha, eng kattasi 200 kilodan 250 kiloga go'shtni qiyma qilib beraveradi. Bu arralarimiz narxi keladigan bo'lsak, bu arralarimiz narxi 12 lisini $300, 22 lisini $350 hamda 32 lisini $400 qilib qo'yganmiz. 15 lisini narxi keladigan bo'lsak, 15 lisini $350, 25 lisini narxini $450 hamda 35 lisini narxini esa $550 qilib qo'yamiz. Xudo xolasa xuddi shu ko'rib turgan мясорубкani olsalaring, xudo xolasa vaqti mощность xizmat qilib beradi. Mollar ham zo'r, lekin bularga buzayga o'sha garantiya bermaymiz, lekin bular ham buzayga ham oddiy go'shtlar chiqaraveradi. Xudo xolasa Xitoy zavodiga мясорубkalarimiz arralarimiz olganlarga chiroyli skidka qilib bonuslar bilan beramiz. Bonusga nima qo'shib berasizlar degan savolga, bunaqa pichoq naborlarimiz bor, rozlarimiz bor. Xudo xolasa hammasini chiroyli qilib ko'ngillarni ko'tarib beramiz. Xudo xolasa video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, sizdan chiqqan maksimal shu arra sohasidagi мясорубка sohasiga o'rtalarni joy qo'ysalar, xudo xolasa video sizga ham bizga ham manfaat bo'ladi. Qani keyingi videolarda qanaqa video qilaylik, kommentariyada yozib qoldiringlar. Videoni ko'rganlarga hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.